Assalomu alaykum, xonadonlar. Meni bilan tomosha qilinglar. Mana kirib kelishda mana prikoshka qilingan. Mana buni ham ochiladi. Buni orqasiga kommunikatsiya har xil sheklari turibdi. Buni bu shkafni ichi kiyim ilishga qilingan bu. Tepalari ochilib, bosilib ochiladigan. Mana buni ham podsetkasi bor edi. Mana qo'llarga tegsa podsetkasi o'chadi. Nima o'chmayapti Sardor? O'chdi. Mana bu yerga bunaqa отдельно ikki chekkasidan ochilib turadigan qilingan. Dizayn bo'yicha oynasi podsetkali, mera mana shishali podsetkali. Buni ichi ham kiyimladigan. Yerga zalimizni bir ko'rsatgandim. Salgina ko'rsatsak bo'ladi. Bakang. Avvalgi tumbara qilingan. Podsetkali o'zidan olib, mana bu tosh yo'q, toshini qo'ydik. Toshlar bitta. To'g'ri, yoki bor. Endi podvarda bir ko'rsatsam bo'ladi. Mana bu yerga bitta spalnisini ham qilgandik. Mana ota-onalarning spalnisi. Svetini yonmayapti buni. Bu ota-onalarning spalnisi ekan. Bunga bunaqa tumba bo'ldi. Bunaqa profilli oynali analar bo'ldi. Men podsetkasi olish kerak. Podsetkali. Bu рабочий stol. Bu yerga mana bunaqa shkaf bo'ldi mana. Ota-onalarga tokmalari bor. Podsetkalari yonadi eshikni ochganda. Bu yerga mana bunaqa bo'ldi mana televizor qo'yilsa taki. Bu yerga oynali bo'ldi. Bu ham ochiladi, ichiga narsa qo'ysa bo'ladi. Bo'lmasa oynali ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerga ham mana kiyim ilishga joylar qilingan. Bu shkaflari salchara ishlarimiz bor hali. Ko'pni keyin ko'rsatamiz. Mana podvalga ham tushsa bo'ladi. Podvalga ham bittagina ishimiz bor. Bu ham qiziqarli deb o'ylayman men. Nimaga desangiz, mana bu reshotka qilib yopdik mana bu yerda. Shu reshotkalarni qo'yib berdik yerga. Ba'zi videoga doroshka, velosiped shunaqa narsa